Assalomu alaykum. 3-avgust kuni Alibaba kompaniyasi tomonidan Qwen 308 Max modeli tanishtirildi. Bu model 2.4 trillion parametrli agentik bayroqdor model hisoblanadi. Ushbu videoda biz Qwen 308 Max modeli bilan tanishib chiqamiz. Uni texnik xususiyatlari, test natijalari va hamda amaliy mashqlar bilan, ya'ni veb-sayt yaratish hamda rasmni tushunish qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz. Avvalo Alibaba Qwen kompaniyasi haqida. Alibaba Cloud, ya'ni Alibaba Group'ning bulutli va AI yo'nalishdagi sho'ba kompaniyasi hisoblanadi va bu yerda Qwen jamoasi bor. Bu yerda chiqarilayotgan generativ AI modellar oilasi Qwen deb ataladi. Kompaniya miqyosi 2023-yildan boshlab tez rivojlanayotgan AI ekotizimga ega. Bu yerda Alibaba katta miqdorda investitsiya kiritib kelmoqda. Ochiq va tijoriy modellarni birlashtirgan keng platformaga ega, kichik modellardan trillion parametrli frontierlargacha ega. Rivojlanish kichik lokal modellardan tortib frontier AI modellargacha bo'lgan keng ekotizimni qamrab oladi. Qwen oilasi bilan tanishib chiqamiz. Qwen 2023-yilda birinchi ochiq vaznli avlod bo'lib chiqqan, ya'ni bu 1.8 dan 14 milliard parametrgacha ega Llama uslubidagi transformer hisoblanadi. Qwen 2 va 2.5lar 2024-yilda chiqarilgan. Bu yerda kengaytirilgan ko'p tillilik 18 trillion token bilan o'qitilgan hamda uzun kontekstga ega. Qwen 3 2025-yilda chiqarilgan. O'ylash va tez javob rejimlarini bitta modelda birlashtirdi. Qwen 3.5 va 3.7lar 2026-yilda birinchi yarmida chiqarilgan. Hybrid attention agentik yo'nalish ga ega. Max sinfi ya'ni yopildi. Ya'ni bu yerda avvalgilar ochiq vaznda chiqarilgan va Max tizimlari, bu yerda Max oilasi ham bor. Bu yerda bular yopiq tizimda ishlaydigan bo'ldi. Qwen 308 Max 3-avgust kuni e'lon qilindi. Bu 2.4 trillion parametrga ega, 1 million kontekstga ega, matn, rasm, videoni qabul qiluvchi bayroqdor model hisoblanadi. 2026-yilgi Qwen ishlanmalari bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda bir necha ishlanmalar chiqarilgan. Birinchisi Qwen 3.5 chiqarildi. Bu ochiq MOI bayroqdor model hisoblanadi. Keyingisi Qwen 3.6 Plus. Bu 1 million kontekstga ega hybrid attention qo'llanilgan. Undan keyingisi bu kichik model hisoblanadi. Mana bu rangdagilari kichik model hisoblanadi. Agentik MOI va zich model hisoblanadi. Undan keyin Qwen 3.7 Max chiqarildi. Bu matnlar bo'yicha bayroqdor model bo'ldi. Bu katta miqyosda, lekin bu yopiq bo'ldi. Vaznlari berilmagan va hamda plus chiqdi. 3.7 ning plusi, bu ham multimodal agentga mo'ljallangan, bu ham yopiq model. Undan keyin Coder chiqarildi Qwen 4da. Bu kod bo'yicha bayroqdor model hisoblanadi. Bu ochiq va vaznli. Va undan keyingisi Qwen 308 Max 3-avgustda e'lon qilindi. 2.4 trillion parametrli multimodal MOI bu va'da qilinyapti chiqarilishi. Bu shuni kichik versiyasi hisoblanadi. Ya'ni 308 da 27 milliard parametrga ega bo'lgan, ochiq zich checkpointga ega bo'lgan model hisoblanadi. Bu ham va'da qilinyapti chiqarilishi. Bu yerda 4 ta yo'nalish bor. Birinchisi matn bo'yicha, ya'ni umumiy suhbat, mantiqiy fikrlash, murakkab vazifalarni bajaruvchi asosiy til modeli. Undan keyingisi Coder, kod yozish, repozitoriy darajasidagi vazifalar, terminal va brauzer bilan agentlik ishlarini bajarish uchun. Qwen VL va Omni modeli bor. Bu rasm, video, audio va matnni birgalikda tushunuvchi omnimodal model hisoblanadi. Qwen Audio nutqni tanish, audioni tushunish va ovozli muloqot uchun chiqarilgan. Qwen 3 Embedding bo'lsa, matnni semantik qidiruv, ya'ni RAG bo'yicha klasterlash va o'xshashlikni topish uchun vektorlardan foydalanadi. Qwen modelining tayanch qismlari, barcha Qwen modellari decoder only transformer arxitekturasiga asoslangan GPT va Llama bilan bir xil asosga ega hisoblanadi. Va bu yerda qo'shilgan bir qancha yechimlar bor Qwen tarafidan.
Ya'ni birinchisi ROP, ya'ni Rotary Position Embedding. Bu tokenlarning ketma-ketligidagi o'rnini kodlaydi va uzun kontekstni samarali qayta ishlashga yordam beradi. Keyingisi prenormalizatsiyasi. Bu modelni barqaror va tezroq o'qitishga yordam beradi. FFN'da, ya'ni feed forward qatlamda, bu neural networklarda aktivatsiya funksiyasi bo'lib, modelning ifodalash qobiliyati va samaradorligini oshiradi. Undan keyingisi grouped query attention, cache xotirasini kamaytirib, inferensni samaraliroq qiladi. Gated delta-net, chiziqli murakkablikdagi attention mexanizmi uzun kontekstni samarali qayta ishlaydi. Sparse MOI, ya'ni har token uchun butun model emas, faqat kerakli ekspertlar faollashtiriladi. Bu yerda gap nima to'g'risida ketyapti? Bu yerdagi qo'shimcha yechimlar, ya'ni bu usullar asosan 1 million kontekst degan, ya'ni user uchun beriladigan 1 million kontekst oynasida, ya'ni xotirani boshqarish. Bu yerda agar odatda bu xotirani agar boshqarilmaydigan bo'lsa, juda ham katta miqdorda hisoblash quvvatlari talab qilinadi. Shuning uchun buni ko'pchiligi mana shuni optimallashtirish uchun qo'llanilgan va hamda mana bu sparse MOI, ya'ni mixture of experts deyiladi. Bu yerda modelni ma'lum bir qismini ishlatish, ya'ni berilgan tokenga nisbatan barcha modeldagi parametrlar emas, ma'lum bir qismi ishlatishni hosil qiladi. Ya'ni umuman olganda modelni optimallashtirish uchun qo'llanilgan usullar hisoblanadi. Hybrid attention bilan tanishib chiqamiz. Classic attention har bir tokenni barcha boshqa tokenlar bilan taqqoslaydi. Shu sabab uzun kontekstlarda hisoblash va xotira sarfi kvadratik oshadi. Shu yerda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni hozirgi paytdagi bu GPTlar, ya'ni chatbotlar, aytaylik ChatGPT deymizmi, Claude deymizmi va shunga o'xshash ko'plab chatlarning asosi transformerlarga asoslanadi. Bu yerda transformerning asosi esa diqqat mexanizmiga, ya'ni self attention mechanism deyiladi, ya'ni diqqat mexanizmiga asoslanadi. Ya'ni bu degani kiritilayotgan so'zlardan diqqatni topish, ya'ni diqqatni nazorat qilish asosiga qurilgan. Mana shu narsa agar yangi so'z kiritilgan paytida bu avvalgi so'zlarni, suhbatlarni hammasini bir-biriga qo'shib turib, ularni qo'shib boradi. Ya'ni diqqat shunaqangi kuchayib, ko'payib ketadiki, bu kvadratga oshadi. Bu juda ham katta xotirani talab qilib qolishi mumkin. Bunga yechim sifatida model qatlamlarining aksariyati gated delta-net ishlatadi. Har tur qatlamdan so'ng to'liq attention qo'llaniladi. Bu umumiy bog'lanishlarni saqlagan holda hisoblash xarajatini kamaytiradi. Ya'ni bu yerda qo'shimcha gated delta-net usuli ishlatilgan. Bu yerda mana bu kvadratik o'sishni o'rniga chiziqli o'sishni ta'minlab beradi. Ya'ni bu shunday bir usul qo'llaydiki, bu usulda ya'ni hamma so'zlarni to'plab olib, ularni yodlab olish emas, kerakli so'zlarni ushlab olib, shu yerdan diqqatni qochirmaslik usuli hisoblanadi. Ya'ni xotiraga ko'p xotirani kengaytirmagan holat, ya'ni xotiraga og'irlik bermagan holatda kontekstni boshqarish. Natija nima bo'ldi? Kontekstlarda deyarli chiziqli hisoblash xarajati bo'ldi. Ya'ni mana kvadratik emas, chiziqli hisoblash xarajat. Undan keyin umumiy bog'lanishlar saqlandi. MOI bilan inference samaradorligi sezilarli oshadi. Mana bu usulda bo'ladi. Gated delta-net bo'ladi. 3-4-sida ya'ni to'liq attention bo'ladi. Mana shu usul qo'llanilgan. 60 qatlamli modelda 15 marta takrorlanadi. Mana bu umumiy shu ko'rinishi, mana aytib o'tganimizdek, mana bu GDN hisoblanadi. Mixture of experts bu yerda bu 3 marta takrorlanadi va bu yerda mana bu to'liq attention bo'ladi. Bu yerda 1 marta hosil bo'ladi. Va hamda mana bu umumiy holatdagi transform ko'rinishi, mana bu activation funksiya ko'rsatib o'tilyapti. Mana bu yerda qanday qo'llanishi va oxirida mana sigmoid qo'llanilyapti. Bu umumiy arxitektura to'g'risidagi tushunchalar. Qwen 3.8 Max qanday model? Bu 2.4 trillion parametrli Sirac MOI, ya'ni Mixture of Experts hisoblanadi. Ya'ni bu yerda aktiv bo'lgani 95 milliard aktiv parametr bo'ladi. Bu to'g'risida keyinroq gaplashamiz.
Bu Qwen 3.5 arxitekturasiga asoslangan. Kimi K3 208 trillion edi. Bu undan keyingi ikkinchi MOE Frontier model bo'lib turibdi. Matn, rasm va video kirishi 1 million token kontekstga ega. Uzoq muddatli agentlik vazifalari uchun qurilgan. Max sinfida tarixda birinchi marta ochiq vaznda chiqmoqda. 10 avgust 2026 yil haftasi davomida chiqarilishi kutilmoqda. Mana bu video tayyorlanayotgan vaqtgacha, ya'ni 10 avgustgacha hali bu chiqarilgani yo'q. Shu hafta davomida chiqarilib qolishi kerak. Texnik xususiyatlari bilan tanishamiz. Bu yerda Sirac Mixture of Experts, ya'ni Sirac degani sparse Mixture of Experts deyiladi. Ya'ni modeldagi barcha parametrlar emas, ulardan ma'lum bir qismi ishlatilishi mana shu Sirac Mixture of Experts deyiladi. Ya'ni 2.4 trillion parametrga ega, shulardan 95 milliardi har bir token uchun aktivlashadi. 1 million token kontekst oynasiga ega. Undan keyin chiqish 131 ming tokenga ega. Reasoning byudjeti 262 ga teng bo'lyapti. Matn, rasm, video kirish, chiqish faqat matn bo'ladi. Shu yerda e'tibor bering. Bu rasm chiza olmaydi, hamda video tayyorlay olmaydi, lekin bularni tushuna oladi. Bularni qabul qilib matnda javob qiladi. Bu rasm yoki video uchun bu Qwenning boshqa modellari bor. Shu modellardan foydalanish to'g'ri keladi. Fikrlashni boshqarish, reasoning effort bor, low, medium, high. Undan keyin fikrlash tarixini saqlash, preserve thinking, API protokollari mavjud, OpenAI, Dashscope, Anthropic bilan mos keladi. 2.4 trillion parametr, 2.4 trillion hisoblash degani emas. Ya'ni Sirac Mixture of Experts'da router har token uchun faqat kerakli ekspertni yoqadi. Xarajatni jami parametr emas, aktiv parametr belgilaydi. Ya'ni modelda, ya'ni xarajat deganda, ya'ni hisoblash xarajati faqatgina ishlatilgan, ya'ni yongan parametrlar hisobiga bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytdik 95 milliard token ishlaydi. Jam parametr 2.4 trillion, 95 milliard aktiv parametr bo'ladi. Undan keyin bu umumiy 4% ni tashkil etadi. Solishtirish uchun Mixtralda bu 28% gacha edi. Agar 4 bitli kvantlash qo'llanilgan bo'lsa, 1.2 terabayt xotirani egallaydi. 3.7 Max bilan 3.8 Max o'rtasidagi farqlar: 1 million kontekst, 262 ga reasoning bor, 2.4 trillion, jami 95 milliard aktiv. Avvalgisida biz oshkor qilinmagan, biz bilmaymiz bu narsani. Faqat matnga moslashgan edi 3.7. Bu yerda matn, rasm, video kirish mavjud. Syncing rejimi bor edi. Bu safar reasoning effort qo'shilgan. Max sinfi yopiq edi. Bu safar bu ochiq qilinishi va'da qilinyapti. Intelligence Index'da 56, ya'ni 10 ga ko'p ko'tarilgan. Agentlik indeks bo'yicha 55.4 ga ega bo'lib birinchi o'ringa chiqdi. Juda ham katta o'zgarish shu yerda ko'riladi. Undan keyin narx bo'yicha arzonlash bor. 250 ida bu 2 ga tushdi. 750 dan 6 dollarga tushdi har bir million token uchun. Asosiy o'zgarish davomli vazifalarni bajarish, ya'ni agentlik ish bajarish. Qwen 3.8 Max'ning asosiy yo'nalishi faqat yaxshi javob berish emas, balki uzoq davom etadigan agentlik vazifani izchil bajarish. Bu nimani o'z ichiga oladi? Bu rejalashtirish va holat, ya'ni maqsadni kichik bosqichlarga bo'lish va har bir qadam natijasini keyingi qadamda ishlatish. Toollarni chaqirish, ya'ni asbob yoki vositalar qidirish, fayl ochish, kodlash kabi vositalardan foydalanib natijani keyingi harakat uchun hisobga olish. Xatodan qaytish, ya'ni muvaffaqiyatsiz qadamni aniqlash va kerak bo'lsa strategiyani o'zgartirish, ya'ni qaytadan boshlamaslik. O'z-o'zini tekshirish, oraliq natijalarni baholash va vazifa bajariladigan yoki hali davom etish kerakligini aniqlash. Mana shu vazifalar asosida model tayyorlandi. Avtonom ish bo'yicha Alibaba
ko'rsatgan raqamlar bilan tanishib chiqamiz. 4ta uzoq davom etadigan vazifada model inson aralashuvsiz ishlagan. Natijalar Alibaba tomonidan berilgan. Ya'ni birinchisi 16 kun davomida dasturlash bo'yicha All CLI vositasini mustaqil ishlab chiqdi va qo'llab-quvvatladi. 265 ta commit qilgan, 127 pull request, 150 bitta muammoni yechgan. Undan keyin kriptografik accelerator blokini optimallashtirdi. Ya'ni bu hardware dizayn bo'yicha qilingan. Mantiqiy elementlar 8298 dan 678 taga optimallashtirgan, 500 iteratsiya. E-commerce bench bo'yicha 1 yillik savdo simulyatsiyasini qilgan va hamda daromadni 4.16 barobarga oshirgan va bu bilan ikkinchi o'ringa chiqqan. Ilmiy ish bo'yicha ilmiy maqolani takrorlab, keyin uni yaxshiladi. Artificial Analysis indeksi bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda idrok indeksi, bu test 9 ta baholash testidan tuziladi, quyidagi testlar. Va bu yerda Qwen 308 Max 5-o'rinda turibdi, ya'ni 56 ball bo'lyapti. Bu 2023 dan keyin. Keyingisi agentik indeksi bo'yicha 1-o'ringa ega bo'ldi. Bu 8-avgustdagi natija. Bu yerda Qwen 308 Max 1-o'rinda turibdi. Vazifani bajarishga ko'ra uni narxi bu yerda odatdagi narxlardan qimmatroq, ya'ni kimidan keyin bo'lyapti. Bu yerda berilgan vazifani narxi hisobida. Arena AI'da multimodalda 2-o'ringa ega bo'lyapti. Bu 9-avgustdagi natijaga ko'ra, ya'ni bu yerda Fable'dan keyin 2-o'rinda turibdi. Vision vazifalar bo'yicha. Undan keyingisi image to web dev, ya'ni berilgan surat, rasmlar orqali veb-sayt yaratish bo'yicha ham 2-o'rinda va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha ham yuqori o'rinlarda turibdi. Asosiy eng yaxshi ko'rsatkich mana shu ikkita yo'nalishda. Bu Alibabaning rasmiy test natijalari. Bu yerda solishtirish Qwen 307 Max, 37 Plus hamda Opus 8, Fable, Gemini 3.1 Pro hamda GPT 5.6 Sol bilan bo'lyapti. Natijani batafsil ko'rib chiqamiz. Bu yerda natijalar Terminal Bench bo'yicha yuqori ko'rsatkich, GPT 5.6 Soldan keyingi natija bo'lyapti. Ya'ni terminalda mustaqil kod va debug qilish bo'yicha. Paper Benchda maqolani o'qib tajribani takrorlashda 1-o'rinda 93 ball to'plagan. Undan keyin bu yerda ham natijasi yaxshi. Frontier SV'da qiyin darajadagi injineringda 73 bo'lyapti. Bu yerda Fable 5 yuqori. Hamda PhD darajasidagi fan savollarida Sol yuqori o'rinni ko'rsatyapti. Bu yerda 92 ballga ega bo'lgan. Multimodal va hujjat bo'yicha sinov natijalari. 1-o'rinda kompyuter ekran orqali boshqarishda 86.1 1-o'ringa ega bo'lgan. Undan keyin grafik va diagramma o'qishda 93.5 bo'yicha bu yerda ham birinchi. Vizual fikrlashda 91.3. Uzun videoni tushunish 81.8 va hamda fizik dunyo haqidagi fikrlash 77.8 bu ham yuqori. Va hamda vizual idrok aniqligi 63.5 bo'lyapti. Ya'ni multimodal sohasida modelning imkoniyati juda yuqori. 3.7 dan 3.8 dagi farqlar ko'rsatib o'tilyapti. Juda katta o'zgarishlar bor. Bu yerda mana bu fikrlashda, agentik va multimodal vazifalarda natija 2-3 barobar oshgan. Reasoningda, ya'ni fikrlashda esa deyarli o'zgarmagan mana bu ko'rinishda. Narxlar bilan tanishamiz. Bu yerda eng arzoni bo'lyapti 308, ya'ni $2 kirish, 1 million token uchun chiqish 6 va hokazo boshqa modellar bilan solishtirib ko'rilgan. Kimlar foydalana oladi? Chat Qwen AI kanal orqali oddiy foydalanuvchilar bepul web chat Qwen Studioni ishlatish mumkin. Bu bepul bo'ladi.
Undan keyin dasturchilar Qwen Cloud va Model Studio orqali API yoki token bo'yicha ishlatish mumkin bo'ladi. Hugging Face dan model vaznlarini yuklab olib bepul ishlatish ham mumkin. Bundan tashqari Token Plan, Coder Work, Qwen Work planlari ham mavjud. Kim uchun qaysi Qwen? Bu yerda bir nechta Qwen modellari ko'rsatilgan. Mana bu rangdagisi bular kichik modellar hisoblanadi. Buni o'zi kompyuteringizga da ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu 27 milliard parametrlik, keyingisi 32 milliard parametrlik, ya'ni Qwen Coder, Qwen 3827B lar. Undan tashqari siz ishlaydigan vazifaga ko'ra, masalan, katta hajmli multimodal ishlar uchun Qwen 3.7 Plus bor, ovoz, video bilan real vaqtda ishlash uchun Qwen 3.5 Omni bor, repozitoriya miqyosidagi kodlash agenti uchun Qwen 3.8 Max API orqali ishlatishingiz mumkin. Ochiq vazn nima uchun katta yangilik? Alibaba Max sinfidagi modelni birinchi marta ochiq qilmoqda. Raqobat o'zgaradi. Endi taqqoslash yopiq frontier bilan kuchli ochiq frontier bo'lishi mumkin. Nazorat va maxfiylik, ya'ni o'z serveringizda ishlatsangiz ma'lumot Alibabaga bormaydi. Faqat o'zingiz nazorat qilasiz. Lekin hardware to'sig'i bor, ya'ni 2.4 trillion vazn 4 bitda 1.2 terabayt joy egallaydi. Bu juda ham katta, faqatgina hosting bilan ma'lum bir server qurilmalar bilan buni ishlatishingiz mumkin. Litsenziya hali yo'q, ya'ni hali chiqmadi, ya'ni 3-avgust kechqurungi holat bo'yicha hali chiqarilmadi. Shu hafta davomida chiqarib qolish kerak. Chiqqandan keyin buni o'sha qanaqa litsenziyada bo'ladi, buni o'sha Hugging Face orqali bu bilan mumkin. Qwen 3.8 Max modeli bilan ikkita amaliy misol bajarib ko'ramiz. Birinchisida Orol dengizi haqida veb-sayt tayyorlaymiz. Quyidagicha prompt yozdim. Orol dengizi, uni hozirgi holati va odamlarga dengizni atrof ekologiyasini saqlash to'g'risida veb-sayt tayyorlab ber dedim. Va bu tayyorlash jarayoni va quyidagicha natija bo'ldi. Bu birinchi urinishda bu yerda mana bu tugmachalar ishlamadi va uni qayta berdim va undan keyin bu tayyor bo'ldi. Umuman olganda u juda ham chiroyli bajarildi. Ya'ni ko'rinib turganingizdek, men hech qanaqa rasm berganim yo'q. Buni model o'zi tayyorladi. Ma'lumotlar hammasi model tomonidan to'ldirilgan. Bu yerda ozgina animatsiya bor. Ya'ni dengizni kichrayib yoki kattalashish to'g'risidagi animatsiya. Mana yillar o'tishi bilan dengiz qisqarib boryapti. Va bu yerda suv hajmi, dengiz maydoni ham ko'rsatilgan. Bu yerda mana uzoqdan ko'rinishi, mana avvalgi 1960-yillar bo'lyapti va bugungi holat. Bu juda ham chiroyli tasvirlangan. Tiklash imkoniyati bor deyapti. Ya'ni bu ko'k orol mo'jizasi deyapti. Mana Qozog'iston tarafdagi, Shimoliy oroldagi suvni ko'payganligi to'g'risida ma'lumot beryapti. Va oxirida bu yerda siz nima qila olasiz degan, ya'ni bu yerda men suvni asrashga va'da beraman degan mazmundagi qasamyodmi yoki va'dalashuv bo'lyapti. Bugungacha 12434 kishi va'da berdi. Juda ham chiroyli. Bu yerda hamma tugmalar ishlayapti. Bu yerda modelning ijodkorligi, bu veb-saytni qurish darajasi juda ham kuchli. Buni hozir to'g'ridan to'g'ri deploy qilish ham mumkin, buni ishlatish mumkin bo'ladi. Bu misol tariqasida sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Ikkinchi misolimizni ko'ramiz. Bu yerda rasmni tushunish qobiliyatini tekshirib ko'ramiz. Bu yerda rasm berdim va bu yerda rasmni tasvirlash to'g'risidagi bir nechta talqinlarni, bir nechta so'rovlarni berdim va shunga yarasha bu javobini ko'ramiz. Bu rasm mana bu Buxoroda olingan rasm. Bu yerda ko'rib turganingizdek ustunlar turibdi. Arabchada yozuv bor. Bu yerda mana bu ustunlarda mana temir halqalar bor. Buni mana bosh qismi bor.
va shu kabi belgilarni eslab qolamiz va buni model qanaqa tasvirlaydi buni tekshirib ko'ramiz. Va bu yerda butun prompt ko'rilyapti va oxirida men rasmda odam nima qilyapti degan so'zni ham qo'shdim. Ya'ni bu yerda odam yo'q, lekin model nima deydi, shuni aniqlash uchun. Kuzatish bo'lyapti. Yog'och ustunlar, poyalar, silliq, och kulrang, jigarrang tanali. 3-4 ta chap oyoq, 2 tadan, ustun boshlari, kapitellar bor. Shift, yog'och to'sinlar va taxtlardan iborat. Xattotlik lentasi, devorning yuqori qismida ko'k fonda oq va qizil arab yozuvidagi kitobi bor. Devor pastida oq, ko'k, yashil, sariq rangli geometrik koshin. Odamlar, hayvonlar, transport, zamonaviy buyumlar yo'q. Kamera pastdan yuqoriga qaratilgan, yorug'lik kunduzga tekis. Ya'ni kamerani to'g'ri aniqlayapti. Fazoviy munosabatlar, markaziy ustun, chap va o'ng ustunlar. Aniq sanasam 4 ustun tanasi va 5 ta kapitel ko'rinadi. Ya'ni bizni ko'rganimizdek, ya'ni tasdiqlanyapti. Kapitellar to'sinlarga tekkun joylashgan. Koshinli devor va kitobi lentasi ustunlarning orqasida, pastida. Bu Markaziy Osiyo, ya'ni O'zbekiston uslubidagi tarixiy masjid Peshaymon. Qadimiy, lekin parvash qilib turilibdi. Aytyapti, Buxoro Bolohovuz masjidiga juda ham o'xshaydi. Surat me'moriy badiiy hujjatlashtirish maqsadida olingan. Chunki odam yo'q, rakurs ataylab yuqoriga olib, bezaklarni ko'rsatishga qaratilgan. Bu yarim ochiq ayvon. Noaniqliklar, ya'ni aniq joy nomi bu Bolohovuz deb taxmin qilyapman. Kitobi matnning tili va mazmuni arab xatti ekani ko'rinadi, lekin o'qib bo'lmaydi. Metall lentalarning aniq maqsadi mustahkamlashmi yoki temir qoldig'imi? Juda bu ajoyib yondashuv. Bino yoshi, suratga olish sanasi, muallif ko'rinmayapti. Markaziy ustunning kapiteli va pol qismi kadr tashqarisida. Rasmda odam yo'q, rasmda birorta odam yo'q. Shuning uchun hech kim hech qanday harakat qilmayapti. Bu bo'limda aytishlik narsa yo'q. Odam bor deb yozish, o'ylab topish bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda modelning rasmni tushunish darajasi juda ham yuqori. Ya'ni o'zbek tili bo'yicha ham muammo yo'q. Ya'ni o'zbek tilida bergan promptlaringizni va buni o'zbek tilida tasvirlash qobiliyati ham juda ham yuqori. Umuman olganda model juda ham yaxshi. Bunda bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytamiz, asosiy yangilik uzoq muddatli vazifani bajarish. Qwen 3.8 Max'ning asosiy yo'nalishi ko'p bosqichli va ko'p kunlik vazifani rejalashtirish, toollardan foydalanish, natijani tekshirish va oxirigacha yetkazish. Ya'ni Artificial Analysis Agentic Indexda yuqori natija bu yo'nalishdagi kuchini ko'rsatadi. Imoiy raqamlar endi to'liq berildi. Ya'ni 2.4 trillion jami 95 milliard aktiv parametr, ya'ni 4% ni tashkil etadi. Va bular orqali qancha miqdorda hisoblash quvvati kerakligini hisoblash mumkin. Kuch agentik va multimodal vazifalarda, ya'ni bu modelning asosiy kuchi agentik hamda multimodal sohada. Max sinfi ochilmoqda, lekin hali emas. Ya'ni vaznlar 10 avgustda aytib o'tganimizdek 10 avgust haftasida va'da qilingan. Endi faqat savolga javob beruvchi vosita emas, u vazifani rejalashtiradigan, toollardan foydalanadigan, xatolarni tuzatadigan va uzoq vaqt davomida ishlashga qodir agentga aylanmoqda. Ya'ni javob berishdan vazifa bajarishga o'tib bormoqda. Videomiz shu yergacha. O'ylaymanki, bu video sizga foydali bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalga a'zo bo'lib qo'ying va kommentda izohlaringizni yozib o'ting. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.